I'm gonna document everything because when we get out of this place, people are gonna want to see this. Matt and Houston are gone. We just need to focus on finding Leo. What? Where are you? Hey, who are you? How come you? Iskatel Magil, qabr izlovchilar. Bunday filmlar real hayotda ham bo'lishi mumkin degan fikr uyg'onishi mumkin. Shunisi bilan insonni qo'rqitadi. Arvohlar haqida teleko'rsatuv ishtirokchilari afsonalarga boy ruhiy kasalxonaga tashrif buyurishadi va tunab qolishadi. G'alati voqealarga sabab bir kecha bino ichida qamalib qoladi. Qahramonlar haqiqiy arvohlar bilan to'qnash keladi. Voqealar nima bilan tugashini kinoda bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, bu va boshqa kinolarni meni Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Havola video ostida.